O'zbekistonda pedofillarga umrbod qamoq jazosi tayinlanishi mumkin. Minnesota to'yib ketdi. AQShda chegara xizmati bir erkakni otib o'ldirdi. Rossiya urush qurbonlarining dafn marosimlariga rekord miqdorda mablag' ajratdi. NATO Rossiyadan himoyalanishga jiddiy e'tibor qaratdi. Bularning barchasini video davomida to'liq yoritib beramiz. Eng muhim va qiziqarli yangiliklar video davomida. Dnepr bo'yida janglar kuchaydi. Rossiya artilleriyasi Ukraina piyoda qo'shinlarini yo'q qildi. G'arb aviakompaniyalari Yaqin Sharq ustidan parvozlarni vaqtincha to'xtatdi. Rossiya Ukrainaga raketa va dronlar bilan ommaviy zarba berdi. Qurbonlar bor. Rossiya Qozog'iston orqali O'zbekistonga gaz eksportini 30% ga oshirdi. Yetim qo'zi boqsang. Ursula von der Leyen Zelenskiyning Yevropa ittifoqiga qaratilgan tanqididan ranjidi. Xitoy Rossiyadan oltin importini rekord darajaga ko'tardi. Eron har bir hujumni urush deb qabul qiladi va jiddiy javob qaytaradi. Aziz do'stlar, quyida shu haqda videoga like bosing va izohlarda fikrlaringizni yozib qoldiring. O'zbekistonda 14 yoshga to'lmagan shaxslarga nisbatan sodir etilgan jinsiy jinoyatlar uchun umrbod ozodlikdan mahrum etishgacha bo'lgan jazo choralarini belgilash kutilmoqda. Bu haqda mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yilida ustuvor yo'nalishlari bo'yicha islohotlar dasturlari va O'zbekiston 2030 strategiyasini amalga oshirish bo'yicha davlat dasturi loyihasida so'z boradi. Unga ko'ra, ayollar va bolalarga nisbatan sodir etilgan zo'ravonlik bilan bog'liq jinoyatlar uchun javobgarlik choralari kuchaytiriladi. Jumladan 14 yoshga to'lmagan shaxslarga nisbatan sodir etilgan jinsiy jinoyatlar uchun umrbod ozodlikdan mahrum etishgacha bo'lgan jazo choralarini belgilash kutilmoqda. Voyaga yetmaganlarga nisbatan sodir etilgan jinsiy va zo'ravonlikka oid jinoyatlarni tergov qilish prokuratura organlarining mutlaq vakolatiga o'tkaziladi. Voyaga yetmagan shaxslar xotin-qizlarga nisbatan tazyiq va zo'ravonlik bilan bog'liq ishlarni tergov qilish hamda ko'rishga maxsus tayyorgarlikdan o'tgan tergovchi va sudyalar faoliyati yo'lga qo'yiladi. Shuningdek, nikoh yoshiga yetmagan shaxsni unashtirganlik uchun uning ota-onasi yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslarga, noqonuniy nikohni targ'ib qilgan shaxslarga nisbatan ma'muriy javobgarlik choralari belgilanadi. 24-yanvar kuni AQSh chegara xizmati xodimlari Minneapolis shahrida bir erkakni otib o'ldirdi. Bu haqda Star Tribune xabar berdi. Hodisa ertalab Minneapolisning janubiy qismida sodir bo'lgan. Politsiya ma'lumotiga ko'ra, erkak voqea joyida vafot etgan. AQSh Ichki ishlar xavfsizlik departamentining Fox News'ga ma'lum qilishicha, uning qo'lida to'pponcha bo'lgan. Qo'shimcha tafsilotlarni aniqlayapmiz. Jamoatchilikdan xotirjamlikni saqlashni va ushbu hududdan chetlab o'tishni so'raymiz, deya bayonot bergan shahar hokimiyati. Minnesota gubernatori Tim Walz Oq uy bilan yana bir dahshatli otishmani muhokama qilganini bildirgan. Minnesota bunday holatlardan to'yib ketdi. Bu jirkanch, deb yozgan u X'da. Shuningdek, Walz AQSh prezidenti Trumpni zudlik bilan Minnesota shtatidan minglab zo'ravon va yetarli tayyorgarlikka ega bo'lmagan ofitserlarni olib chiqishga chaqirgan. 2025-yilda hukumat Rossiya askarlari xotirasiga bag'ishlangan yodgorliklar uchun kamida 111 million rubl, taxminan $1,5 million va Ukrainada halok bo'lganlarning dafn marosimlari uchun 17,8 million rubl, taxminan $239 million ajratgan. Bu haqda 23-yanvar kuni Vyordska xabar berdi. Qayd etilishicha, Rossiya hukumati Ukrainaga qarshi urushda qatnashganlarni xotirlash uchun yodgorliklar qurish, shuningdek, qo'shni mamlakatga bostirib kirish paytida halok bo'lgan rossiyalik askarlarning dafn marosimlarini moliyalashtirish uchun taxminan 130 million rubl ajratgan. 2025-yilda Rossiya harbiy xizmatlarini dafn etish bilan bog'liq shartnomalar ko'pincha Novosibirsk viloyati, Komi respublikasi va Chukotka avtonom okrugiga berilgan. Biroq jurnalistlarning aytishicha, davlat xaridlari portali Ukrainadagi urush ishtirokchilarining dafn marosimlari uchun davlat va turli tashkilotlar tomonidan ajratilgan mablag'larning faqat bir qismini qayta ishlaydi. Urushda Rossiyaning yo'qotishlari haqidagi taxminlar turlicha. 2025-yil dekabr oyida NATO Ukrainaga to'liq ko'lamli bostirib kirish boshlanganidan beri halok bo'lgan va yaralangan Rossiya qo'shinlarining umumiy sonini taxminan 1,15 millionga, qurbonlar sonini esa 250 mingga yetganini taxmin qilgan.
Ukraina qurolli kuchlari boshida bu urushda 1,2 milliondan ortiq Rossiya askari halok bo'lgani va yaralanganini taxmin qilmoqda. NATO 2027-yil oxiriga qadar Rossiya va Belarus bilan chegara qismini ehtimoliy harbiy hujumdan himoyalash maqsadida robotlar va dronlar bilan jihozlaydi. Bundan tashqari chegarada masofadan boshqariladigan robot tizimlari bilan jihozlangan bo'lim ham tashkil etiladi. Bu haqda 24-yanvar kuni NATO armiyasi generali Tomas Lovin ma'lum qildi. Qayd etilishicha, NATO alyansining Rossiya va Belarus bilan chegaralarida qurol-yarog' va o'q-dorilar zaxirasini ko'paytiradi. Hujum sodir bo'lgan taqdirda ushbu tizimlar dushmanning oldinga siljishiga to'siqlar yaratish va NATO askarlari orasida potensial qurbonlarni minimallashtirishga mo'ljallangan. Ushbu kuzatuv tizimi yerda, havoda, kosmosda va hatto raqamli makonda ma'lumotlarni to'playdigan qurilmalardan iborat bo'ladi. To'plangan ma'lumotlar NATO mamlakatlari vakillarining har birida real vaqt rejimida paydo bo'ladi. Rossiya Mudofaa vazirligiga yaqin manbalar xabar berishicha, turli yo'nalishlarda Ukraina qurolli kuchlarining joylashgan nuqtalariga artilleriya va reaktiv tizimlar orqali zarbalar berilgan. Dnepropetrovsk yo'nalishi Markaz qo'shinlar guruhi tarkibidagi 2-gvardiya umumqo'shin armiyasining Grad RSZO reaktiv zarbli o't ochish tizimi ekipaji Ukraina qurolli kuchlariga tegishli tayanch punktini yo'q qilgan. Bu zarba natijasida dushmanning mudofaa nuqtasi izdan chiqarilgani va joyida joylashgan shaxsiy tarkib katta yo'qotishlarga uchragani xabar qilinmoqda. Zaporojye viloyati Sharq qo'shinlar guruhiga qarashli reaktiv artilleriya bo'linmalari Zaporojye viloyatida joylashgan. Ukraina harbiylarining vaqtinchalik joylashuv punktiga kuchli o't ochgan. Ma'lum qilinishicha, mazkur obyektda texnika va shaxsiy tarkib to'plangan bo'lib, zarba natijasida u to'liq yoki qisman yo'q qilingan. Xerson viloyati Dneprning o'yin sohilida Kostroma viloyatidan bo'lgan artillerist desantchilar Dnepr daryosining o'yin sohilida joylashgan Ukraina piyoda qo'shinlari pozitsiyalariga aniq zarbalar bergan. Natijada dushmanning jonli kuchi yo'q qilingani ma'lum qilinmoqda. Rossiya qo'shinlari Ukraina hududiga qarshi yirik miqyosli hujum uyushtirdi. Zarbalarda turli xil raketa tizimlari va kamikadze dronlar qo'llanildi. Hujumlar oqibatida tinch aholi orasida qurbonlar va ko'plab vayronagarchiliklar qayd etildi. Ukraina rasmiy manbalari ma'lum qilishicha, Rossiya tomonidan quyidagi qurollar ishlatilgan. Qo'llanilgan qurollar X-101, X-555, strategik samolyotlardan uchirilgan qanotli raketalar, Kalibr, Iskander M, Kinjal, Shahid 136, kamikadze dronlar. Bu qurollar asosan elektr va issiqlik stansiyalari, suv ta'minoti tizimlari, strategik infratuzilma obyektlari nishon olingan. Kiyev shahri meri Vitaliy Klichko ma'lum qilishicha, 1 kishi halok bo'lgan, 4 kishi yaralangan, 3 nafari shifoxonaga yotqizilgan. Dron parchalari shaharning bir necha tumanlariga tushgan. Garaj kooperativi va benzovoz turgan avtoturargohda yong'in chiqqan turar joy binolari, ofis va xususiy uylar shikastlangan. Ko'p qavatli uylar va tibbiyot muassasalari oynalariga singan. Eng jiddiy muammo issiqlik ta'minoti uzilishi bo'ldi. Qariyb 6 mingta uy isitishsiz qoldi. Klichko shunday dedi: Bu uylarning aksariyati 9 va 20-yanvardagi zarbalardan keyin qayta ulangan yoki ulanishga harakat qilingan edi. Shuningdek, shaharning chap sohilida suv ta'minotida, o'ng sohilning ayrim hududlarida muammolar bor. Yirik xalqaro aviatashuvchilar 23-yanvar kuni Turkiya tashqi ishlar vaziri Isroilning Eronga zarba berish imkoniyatlarini izlashda davom etayotgani haqida ogohlantirishidan so'ng Isroil va Fors ko'rfazi mamlakatlari o'nlab reyslarni bekor qilib, parvozlarni butunlay to'xtatdi. Bu haqda Turkiya Today nashri xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, KLM Royal Dutch Airlines, Air France, British Airways, Lufthansa va Swiss International Airlines aviakompaniyalari Tel Avivga parvozlarni to'xtatgan. Ba'zi aviatashuvchilar esa Dubay, Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirliklariga parvozlarni ham bekor qilgan. Bekor qilishlar payshanba kuni kechqurun Greenwich vaqti bo'yicha boshlanib, dam olish kunlari davomida butun Yevropa va Shimoliy Amerikadagi sayohatchilarga ta'sir ko'rsatgan.
Xalqaro energetika agentligi ma'lumotiga ko'ra, Rossiya Qozog'iston hududi orqali Markaziy Osiyo markaz quvuri orqali O'zbekistonga gaz yetkazib berishni davom ettirmoqda. 2025-yilda gaz eksporti hajmi 7 milliard kubometrdan oshib, o'tgan yilga nisbatan qariyb 30% ga o'sgan. Ma'lum bo'lishicha, Davosdagi chiqishida Zelenskiy Yevropa davlatlari xavfsizlik masalasida hali ham yetarlicha qat'iy choralar ko'rmayotganini ta'kidlagan. Uning so'zlariga ko'ra, Yevropa o'zini himoya qilishni o'rganishi zarur. Biroq bu boradagi vaziyat so'nggi 1 yil davomida deyarli o'zgarmagan. Von der Leyen esa bu fikrlarga javoban Yevropa Ittifoqi Ukrainani qo'llab-quvvatlash borasida aniq va sezilarli choralar ko'rib kelayotganini qayd etdi. Uning aytishicha, hozirga qadar Kiyevga 193 milliard yevro miqdorida yordam ajratilgan bo'lib, kelgusi 2 yil davomida yana 90 milliard yevro berilishi rejalashtirilgan. O'tgan yili Xitoy Rossiyadan oltin importini rekord darajaga ko'tardi. RIA Novostining Xitoy bojxona ma'lumotlariga asoslangan hisob-kitoblariga ko'ra, jo'natmalarning qiymati qariyb 15 baravarga, jismoniy hajmi esa 9 baravarga oshdi. Xitoyliklar asosan Rossiyadan oltinni quyma shaklda sotib olishadi. Xaridlar muntazam ravishda emas, balki yilning bir necha oyi davomida amalga oshiriladi. Masalan, o'tgan yili oltin jo'natmalari fevral, mart va oktyabr-dekabr oylarida amalga oshirilgan. Dekabr oyida import 1,35 milliard dollarni 10 tonnani tashkil etdi. Bu ham tarixiy rekord ko'rsatkich. Har qanday ehtimoliy tajovuzga Tehronning javobi iloji boricha qattiq bo'ladi, dedi Eronning yuqori lavozimli amaldori. Bu safar biz har qanday hujumni cheklangan, cheksiz, yuqori aniqlikdagi, kinetik, nima deb atasangiz ham, bizga qarshi to'laqonli urush sifatida ko'rib chiqamiz va eng qattiqqo'l tarzda javob beramiz, dedi u jurnalistlarga ismini oshkor qilmaslik sharti bilan. Amaldorning ta'kidlashicha, Tehron hozirda Isroil bilan 12 kunlik urush davridagiga qaraganda ancha yaxshi holatda.